Hammaga assalomu alaykum guys. Men ismim Ma'ruf va men IELTSga tayyorlanayotgan o'quvchilardan bittasiman va bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatim IELTSga tayyorlanayotgan odamlarga ancha foydali bo'ladi deb o'ylayman. IELTSga tayyorlanayotgan jarayonlaringda, o'qiyotgan jarayonlaringda nima qilishlaring kerak va nima qilmasliklaring kerak. Men o'zim bitta narsani anglab yetganman va bu haqiqatan xato ish bo'lgan. Qanaqa ish dars qilish jarayonida bolalar bilan ovqatlanish yoki qanaqadir snacklarni tanovul qilish, ularni iste'mol qilish sizni dars qilishingizda o'sha o'qish orqali olishingiz mumkin bo'lgan informatsiyalarni nima desak bo'ladi? Informatsiyalarni hajmini kichraytiradi. Ya'ni sizlar misol uchun o'sha o'qishdan ko'proq foyda olgan bo'lishlaring mumkin edi, lekin unaqa foyda ola olmadilaring. Nimaga? Chunki sizlar o'sha ovqatlanayotgan paytlaringda ovqatlanayotgan paytlarni dars qilishni tanlagansizlar. Yo'q, unaqa qilmaslik kerak. Kuni bo'yi misol uchun hozir yoz kelgan, demak sizlarda 3 oy vaqt bor. Demak, bemalol yaxshilab o'qib, yaxshigina natijaga erishsalaring bo'ladi. Faqat nima qilmaslik kerak? Dars qilayotgan paytlaring ovqatlanmanglar. Ovqatlanayotgan paytda iloji boricha inglizcha, bilmadim, Mr. Beast videolari bor YouTube'da yoki qanaqadir podcastlar ko'rishga harakat qilishlaring kerak. Lekin ovqatlanayotgan paytda dars qilmaylar. Dars qilayotgan paytlaring har doim yo'llaringda bilmadim, ichish uchun suv bo'lishi kerak. Даже Coca-Cola, Fanta'lar yoki bilmadim, Flash yoki adrenalinmi, shunaqa narsalar ham men o'ylayman zarari bor deb o'ylayman. Men o'zim ham dars qilish jarayonida ovqatlanishni yaxshi ko'rardim. Bilmadim, listening qilayotgan paytim ham ba'zi snacklarni yeb o'tirishni yaxshi ko'rardim va bu narsani anglab yetdim, zarari katta ekanligini. O'sha narsani to'xtatganimdan keyin haqiqatan men artikl tarjima qilish jarayonida, artikl o'qish jarayonida, bilmadim, listening tahlil qilish jarayonida o'sha snacklarni qirqqanligim uchun, snacklarni yeyishni to'xtatganligim uchun, tamoman yo'q qilganligim uchun ko'proq natijaga, ko'proq narsani o'rganishga muvaffaq bo'lib kelmoqdaman va sizlar ham shunaqa qilsalaring, sizlarga ham foydali bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. O'shaning uchun ham bu videoni olyapman. Ikkinchi maslahatim nima? Ko'plar uyga vazifa qilmaganligi uchun darsga kirishdan bosh tortadi. Qo'y, bugun nima qilaman? Ustozim ko'rmadi-ku meni. Dars o'tgandan keyin ustoz ko'zga ko'rib qo'yaman-da, shada bolalar bilan praktik qilamiz degan xayol o'tishi mumkin. Shaxsan o'zimda ham bo'lgan, lekin bironta darsda mis qilmaslik kerak. Agar dars qilmasdan kelalaringmi, dars qilmaganliklaring uchun ustoz sizlarni jazolaydimi yoki bilmadim, hammani oldida xo'rlaydimi sinfda yoki boshqacha jazo qo'llaydimi? Birinchidan sizlar o'sha narsaga loyiqsizlar, sizlar dars qilmagansizlar, sizlar uyga vazifa qilmagansizlar, bu narsani qabul qilish kerak, darsga qatnashish kerak. Ikkinchisi yo'q, shunchaki sizlar bu narsaga loyiqsizlar, ko'nikib kirishlaring kerak darsga. Xullas, nima qilish kerak? Dars qilayotgan paytda tanovul qilmaydi, hech qachon darslarni mis qilmaydi, hech qachon darslarni o'tkazib yubormaydi. Bermoqchi bo'lgan maslahatlarim shulardan iborat edi. To'g'ri, men ularga ko'p urg'u bera olganim yo'q, lekin prosta gapimni eshitib, undan ma'no olishga o'zlaring harakat qilinglar. Sizlarga ham qanaqadir ish qilish kerak, men sizlarga o'z hamma narsani yetkazib qo'yayotgan bo'lsam, podpischilarga juda ham ma'no bo'lib ketish mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Charchamanglar, sovug'inglar. Sizlar bilan u keyin yer bo'ldi.